Singlim yoshim 47da, qornim ketkazolmayman deb siz erkak kishi ekansiz. Akajonim, ko'pchilik mana shu yoshi katta erkaklarimiz qorni kattaligidan jalb qilishadi, sochi yo'ligidan jalb qilishadi. O'shaning uchun o'zi yerpati bo'lib yotimiz aka, o'zi nima, o'zi ozgina qoldi. Bugun bor ertaga yo'q insonlarimiz. Самое главное, bulbulimiz zo'r tursa, soqqani zo'r topsak, biz uchun ani qorin katta bo'lsa ham kichkina shiringina такой seksualniy mushina deb bo'lib yuraverasiz akajonim. Самое главное, qalb go'zalligi. И также ko'pchilik erkaklarimiz kal bo'lmas, sochim kal, soch ektiring, sochim yo'q, soch. Sochni kim sikadi? Sochni kim sikadi? Самое главное, soqingizni zo'r qiling, bulbulingiz tursin, qolganini kim sikadi? 4 ta dona orqangizda sochingiz bo'lsa, o'sha 4 ta dona sochingizni orqaga tarab mamna qilib cho'lga tushirib yursanglar ham biz uchun sizlar Ronaldo bo'lib ko'rinaverasizlar. Так что gap sochda emas, qorinda emas, soqqada.